Assalomu alaykum, yana bir bor. Yaxshimisizlar? Xayrli kun hammaga. Xudo xolasa biz Qashqadaryo Kosonga darvozani olib kelib o'rnatdik. Egalariga juda ham yoqdi. Xudo xolasa bular orqasidan ko'p ishlar bizga chiqadi deb o'ylaymiz. Aka o'zlari qabul qilib oldilar. Hamma joy shanellari moylangan, qalin materiallardan zamoklar ham ideal holatda ustanovka qilingan. Ochilib yopilishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Egalariga uzoq yillar xizmat qilsin. Hattoki mana shu lazer diskani orqa qismlari ham bo'yalgan. Pastki qismlarini biz ochiq qoldirganmiz. Suv, chang yoki nimadir narsalar o'rnab qolib, darvozani chiritib yubormaslik uchun. Yon tomonni ochiq qoldirganmiz, sababi bu joyda sokil qilib olib borishar ekan, figura chiqish uchun zapas joy tashalgan, razmeri o'zlari o'lchab berishgan. Darvozamiz juda chiroyli holatda matvi mukra asfalt rangda bo'yalgan, o'rtadagi qismlarini qora glansivida kraskada chiqazib berganmiz. Anchagacha modadan qolmaydigan skromniy variantdagi bu darvoza hozir zakazlarimiz bu variantga juda ham ko'p. Ko'pchilikka bir xilda yoqayotgan darvoza. Orqa tomonda agar obshivka qilingan tekis ko'rinishda bo'lar edi, 3 qavat bo'ladi unda. Faqat narxi, og'irligi ham oshib ketishini hisobiga buni ekonomishniy variantda qilingan, orqasi obshivka qilinmagan, lekin karkas qismlari ham juda chiroyli holatda bo'ladi. Ko'pchilik savol berishadi, orqasida obshivka qilinmasa qanday bo'ladi deyshadi. Mana shu videoda javob topish mumkin. Darvozamiz chet ramkalari 2x1 o'ngga 10 profil, ichki ramkalari 2x1 6x4 sergeliniki. Darvozaning ochilib yopilishi yumshoq. Hech qanaqa nagruzkalar bo'lmaydi. Ochilganda, yopilganda chiroyli holatda mana shu joyda qoladi. Darvozani Xudo xolasa zakaz qilsanglar, ishlarni chiroyli bitirib beramiz, ishonch oqlab, cho'tki holatda metal bo'yicha hamma ishlarni bitirib beramiz. Darvozachimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, tezkor, ishonchli xizmat ko'rsatamiz. Profilimizga kirib ko'rsanglar, bundan ham chiroyli ishlarimiz bor. Bemalol ishonch bildirib zakaz qilsanglar bo'ladi. Qaysi lokatsiya bo'lsa ham bizning ishlarimiz bor. Borib ko'rsanglar, ishonch hosil qilsanglar bo'ladi. Darvoza egalariga buyursa, yaxshilik xizmat qilsa, doimo darvozachimiz odamlarni duolarini olib, rozi qilib yurishlik nasib qilsin. Xizmatdamiz, e'tibor uchun rahmat.